Toshloqimizga olib keldik. Hozir Toshloq qayerdamiz? Manzilimiz Yakatutda. Yakatutda. Toshloq Yakatutda turibmiz. Yaqinroq keling. Xo'p, Toshloqimizga universal dinamikani zo'rini qildik. Mana eng zo'rlarini oldida Toshloqim bilan ozga o'zimizga chop kelgandik. Bitta joyi qolib ketgan ekan, bitta nasatkasi. Bugun uni olib keldim. Toshloq o'zlari ishlatdi bugun ozgina past ekan. Toshloq nima bo'ldi? Bitta aytib bering. Mamnunmisiz? Yaxshi ishladi. Bunaqa agregatlarki, endi bu biz o'zbeklar bir narsani kam ko'rganda, endi hali zo'rlanib ketadi. Anaqa bor edi. Umid bo'yida jodi bilan qirqqanmiz. Jodidan qirqqanmiz. Juda qiynaladi. Hozir endi bu nihoyatda o'zbeklar uchun udobli, ayniqsa mol qo'y boqadiganlar uchun nihoyatda qulay. Ma'lumot ham bitta eshitib, biz qo'ylar ham, mollar ham mag'ni kashf bo'lganini bilib qoldik. Yemay qo'yapti, arasini chiqarib yuboryapti. Ya, lekin mana misol uchun baribir o'tda agar shuni tashlab qoldiq qolyapti, bunda xudo xolasa qoldiq qolmaydi. Xudo xolasa. Hajati bor. Chiqarishidan mamnunsiz. Biz rozimiz. Rozi. Rahmat. Xalqni rozi qilish bilan olamiz. O'rtog'imiz bilan kecha 100 ming so'm muomalamiz qolgan. Men o'shani olaman. Mana 100 ming so'm oldim, xudo xolasa buni egalariga topshiramiz. Bugun nasib qilsa. Bo'yboq setkasiga voy bu chiqarishdan qarang. Zo'r-ku. Zo'r. Ha, chiqarilgan mahsulotlarimiz deymizmi? Bu hop, molbob setkasi chiqarilgani, mana molbob. Sal bu tarafga o'tsak, qo'ybob setkada o'ta ham mayin qilib chiqarib beribdi. mayinligini qarang tasvirga. Ketdik. Endi hop, qamish chiqaramizmi? bo'ldi, qamish chiqarib beramiz. Qamish chiqaraylik. Yo'qing. Jasur aka, qamish bilan poyani bitta qilib chiqarib yuboraylik aka, katta vog'dek aka. Bittada solamiz aka. Voy, bu hammasini solasizmi? Hammasini solamiz Jasur aka. Mana Urmon aka. Qadrdonlar, mana sextamiz. Jasur aka, ko'rdilaringiz. Ama o'zim ham zo'rg'a savoldim, katta vog'agan Jasur aka. Jasur aka, setkasi holati ham normal. Tepasini olaylik mana. Setkasi holati ham normal. Zo'r. Mana akalar, opalar, bir qator ishlashlarni ko'rsatdik. Mehmonlarimizga like bosinglar. Like bosgan insonlarga pul yutuqli o'yinlarimiz ham bor degandik. Davom etadimi? Davom etadi aka. Har bitta o'yinimizda xudo xolasa davom etadi aka. Xo'p. Xudo xolasa xalq podpishkada duo o'qib tursa aka, qo'llab-quvvatlab, faqat like bossa bo'ldi aka. Shu. Like bosib, kommentariy yozsa, bepulga xonadonlarga drabilga kirgizib beriladi aka. Like bos, kommentariy bosganlar qo'li dard ko'rmasin aka. Xudo xolasa har bitta o'yinlarimizda drabilkalarimiz yutuqli o'yinlar ketadi aka. Xudo xolasa shartlarni o'zingiz aytib o'tasiz aka. Xudo xolasa bu safar 3 ta drabilkani qo'yib beramiz aka. 3 ta drabilkani aka yutuqli o'yin qilib qo'yib chiqarib beriladi. Olov brendi bir yondirsinmi bo'lmasa? Shunday aka, xudo xolasa Olov brend xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha uji tanilib bo'ldi aka. Olov brend tanilib bo'ldi aka. Brendlar qatoriga xudo xolasa chiqib bo'ldi aka. Qarang. Shu videosida 1000 ta like yig'ilsa, bitta drabilka. Shunday. 1,5 mingta yig'ilsa, ikkita. Aha. 2000 ta like yig'ilsa, 3 ta drabilkani shunday bepulga uyga olib borib beramiz.
2000 talak 2000 ta kommentariya bo'lsa aka, o'zingiz aytmoqchi 3 ta dravlkani xonadoniga bepulga yetkazib beriladi. Xudo xolasa xalq duoda, podдержкада yana ham qo'llab-quvvatlasin aka. Bepulga xonadonlarga dravlkani yetkazib beraylik aka inshaalloh. Xudo xohlasa. Akalar, bu narsalar ustiga qo'yilmaydi. Xayri, ziynati. Shu bir qiynalgan odamga tushsin, biz ham xursand bo'laylik. Hali ishlatayotganda ham boru, xursand bo'lib ishlasin-da. Har bitta ishlatgan duo qilsa, savobi shu like bosgan odamlarga ham boradi-da. Albatta aka, like bosgan odamni qo'li dard ko'rmas aka. Xudo xolasa xalq duoda, podдержкада aka, biz mehnatdan to'xtamaymiz. Faqatgina bitta like bosib qo'ysa bo'ldi shu aka. Barakalloh. Aloqa ochib ko'rasizlar.